Assalomu alaykum. Dilalar cho'chaklarini yoqtirib anglab kelayotgan o'maqlarim, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Biz bugun birlikda Adil Abdurahmon tog'a fanniy hikoyalaridan Beliq uxlaydi degan hikoyani anglaylik, ha? Hikoya Beliq uxlaydi. Mushuk ana o'g'li Aslonni boshlab ko'l bo'yiga beliq tutqilib beribdi. Chunki Aslan beliq go'shiga bakmi amroq ekan. Ko'l suyiga tashlangan qarmoqqa tikilganicha opasining yonida engaklab o'tirgan Aslanning xayoliga bir ish keldi-da. "Oppa, beliqlarmi uxlamdi?" deb so'rabdi. "Uxlamamdi, qo'zam. Ularning bizga o'xshash hayvonot dunyosining bir asosi tursa", deb javob beribdi mushuk ana qarmoqdan ko'zini uzmay turib. "Oppa, bizga issiq uydagi yumshoq ko'rpa ustida rohatlanib yetib uxlaymiz. Ammo beliqlar suvda qanday uxlay oladi?" deb so'rabdi Aslan opasining gapiga ancha ishonmay. "Sen emas, boshqa nurg'un kishilarmi-chu beliqni uxlaydiganligiga ishonmaydi bolam", debdi mushuk ana qarmoq dastasini sal midirlatib qo'yib. "Odatda biz ko'rayotgan beliqlarning hammasi-chu uzib yuradi. Ular jim turgandami o'zgüchisi va qosqiqining ritmli harakat qilayotganligini ko'rgili bo'ladi. Shunga nurg'un kishilarning beliqlarni uxlaydiganligiga ishonmasligi ajablanarli ish emas bolam." Undaqda gapingga qaraganda beliqlar rostdan uxlaydi ekan-da, oppa. Aslan amnili qatartishga boshlagan burdini lekildatib qo'yib, opasiga savol nazar bilan tikilibdi. Amaliyotda beliq umurtqali hayvonlarga o'xshashla markaziy nervi sistemasi va badanining harxilligini chiqarish uchun uxlaydi. Mushuk ana tinish ko'l suyiga tikilganicha aldarmay tushuntirishga boshlabdi. Biroq, qara bo'lama, beliqning uxlash holati o'zgacha bo'ladi. Beliqlar uxlagan taqdirdami, nurg'un kishilar uni uxlayotdi deb qaramaydi. Oppa, undaqda beliqlar qanday uxlaydi?" Aslan aldirab so'rabdi. Buni beliqning ko'zining tuzilishidan so'zlashga to'g'ri keladi. Mushuk ana o'rnidan sal qo'zg'alib qo'yib gapini davomlashtiribdi. Yer sharki beliqlarning turi taxminan 20 ming xilga yetadi. Mayli dengiz beliqi yoki tatliq suv beliqi bo'lsin, buning ichida haqiqiy akula turidagilarga o'xshash ba'zi ko'mirchaklik beliqlar turidagilarning ko'pinchisining ko'z qopqida o'xshash purmusi bo'lib, ko'zining bir qismi yoki hamma qismini yopib turgandan boshqa karib beliqi, tasma beliq, stroma beliqi qatorliq qattiq sunyaklik beliqlarning qopqi bo'lmaydi. Selet beliqi, elsha beliqi va mullit beliqi qatorliqlarning yaxshining qopqi bo'lsa-mu, ammo suzuk bo'ladi ham harakat qilolmaydi. Odatda deyilayotgan qapoq bilan mayli tuzilishi yoki iqtidori jihatdan bo'lsin, hargiz o'xshashmaydi. Quruqlikda yashaydigan umurtqali hayvonlar uxlaganda qopqini tushirib yoki birlashtirib ko'zni yumib uxlaydi. Ko'p sonli beliqlarning qopqi bo'lmag'achqa, ularning uyg'oq yoki uxlagan holatini farqlantirmak intayin tez. Mushuk ana sal o'ylanib gapini davomlashtiribdi. Beliq uxlaganda-chu balam, o'zishni to'xtatib bir joyga berib jim turadi. Lekin o'zishni to'xtatish vaqtining uzun qisqaligi har xil beliqlarning o'xshash bo'lmaydi-jumi. Beliq uxlagan vaqtda turadigan suv qatlami o'xshash bo'lmaydi. Ba'zilari suvning ostingi qatlamida, ba'zilari suvning o'rta qatlamida bo'ladi. Leptoskaros beliqiga o'xshash beliqlar suvning ostida to'g'risiga yetib uxlaydi. Chiparlaqqa beliqi va oqlaqqa beliqi yoz faslida tushda suvdagi cho'pning ostida uxlashni yaxshi ko'radi. Beliqlarning uxlashi odamlarning mugdishiga o'xshash bo'lib, vaqti uzoq bo'lmaydi. Yana kelib, nihoyatda sagak bo'ladi. Mushuk ana gapini tamomlab, "Amdig'i tushungansan" deganda qilib Aslanga qarabdi. Aslan bo'lsa, opasining shuncha ko'p narsalarni bildiganligidan so'yinib, erkilab opasining bo'ynidan quchoqlab so'yib qo'yibdi. Shu arada ko'lga tashlangan qarmoq ipi midirlashga boshlabdi. To'limi sazgur Aslan o'rnidan chachirab turib, "Oppa, bo'la qarmoqni tez tort. Beliq qarmoqqa eylindi.
Müşk ana qarmoqni shundoq tartibdikan, belakdek cho'nliqdagi bir beliq ko'l bo'yiga uchib tushib, tipirlashga boshlabdi. Aslan chabdaslik bilan beliqqa qarab, o'qdek eydilibdi. Kichik do'stlar, biz bu hikoyadan yangi bir bilimni o'rganib oldik, ha? Biz müşk anadan o'rganib olgan bu bilimimizni atrofimizga do'stlarimizga so'zlab beraylikmi? Undaqda axirda delala hadanglarga agishib, tuvandagi bolalar qo'shiqini o'rganinglarchi. Balalar qo'shiqi qar yog'di. Qar yog'di bugun dastlab, o'ynadim sakrab-sakrab. Maktabimizga yo'l oldim, g'ichirlatib qor dasab. Kichik piymon putumda, yangi jiltam bo'ynimda, naqsha aytib boraman, maktab yo'li cho'ng yo'lda. Qish boshlandi maktabda, jo'shqin hayot boshlandi. Qishni qishdak o'ssin deb, shu qadamlar tashlandi. Kichik shoirlar kech bo'lib ketibdi. Amis bugun baldir uxlanglar, ha? Tatliq tushlar sizlarga marhab bo'lsin.